oy bulutlar orasidan zo'rg'a ko'rinardi. O'rmon ichidagi eski uy yana uyg'ongandi. Uni hamma qaytmas uy deb atardi. Kim kirgan bo'lsa, qaytib chiqmagan. Uy oldidagi loy yo'lda qon tomchilari hali qurimagan edi. Birdan sukunatni pichoqning ohista yerga tegib ketgan ovozi buzdi. Old tomonda niqobli maxluq turardi. Uning yuzi odamnikiga o'xshardi, lekin ko'zlarida jon yo'q edi. Qo'lida esa qon bilan qoplangan pichoq. Bu pichoq har bir qichqiriqni eslab qolardi. Orqaroqda 3 ta soya yaqinlashardi. Ular tirik emas edi. Ular bu uyga kirib yo'qolganlarning ruhi. Har biri qo'lida fonar tutgan, lekin fonar yorug'i yo'lni emas, o'limni ko'rsatardi. Chap tomonda eski mashina yonida oq ko'ylakli ayol turardi. U har kecha shu yerda paydo bo'lardi. Aytishlaricha, u bolalarni shu uyda yo'qotgan. Endi esa har kelgan odamni ichkariga chorlab, pichoq egasiga topshirardi. Uy tomidan qarg'alar uchib chiqdi. Bu yana kimdir kirganining belgisi edi. Niqobli maxluq sekin pichog'ini ko'tardi va pichirladi. Xush kelibsan, chiqish yo'q. Shu onda eshik ichkaridan ochildi va uy yana yangi ovozlar bilan to'ldi.